Go'shnonning xamirini menga o'xshash qaynoq suv bilan yug'urib itib beqinga, ta'm tilingiz lam qoldi. Gurus ajoyib yeyishlik. Mehmonning oldiga chiqsangizmi, do'stligingizni gul keltirib yetadigan o'xshagan go'shnon qilish usulini o'rganib oling. Etli usuli intayin oddiy birlik ko'rsangiz o'rganib ola olasiz. Ta'mi kep ketmaydi. 300 gram unga 3 gram tuz, 5 gram suv may qo'yib, qiziq qaynoq suv bilan xamir yug'urib olamiz. Xamirning ching bo'shliqini lag'man xamirdek yug'urib tayyorlab olsanglar bo'ldi. Qozonga bek oz may qo'yamiz. Ushoq to'g'ralgan kol go'shtini suv chiqqich qo'rib olamiz. Go'sht qo'rilib mushalatga yetganda yarim qo'shiq tuz solamiz. Ondan keyin piyozni sal jaqaroq silib qoraymiz. Bularni bir ishga qorib atgandan lam o'tini o'chirib. Ondan keyin qizartish uchun uyimiz chanavagan lazımmi bir qo'shqa atrofini silib etamiz. Ondan keyin ushoq chanalgan pomidor, qizil ko'k lazlarni silib, tam xurishlardan cho'ng ustamning zirtalqini sal jaqaroq solamiz. Ahmushdan yarim qo'shqa atrofini solamiz. Qarmushni qo'shiqning uchida solamiz, do'stlar. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor, cho'ng ustamning tam xurishlarining ta'mi asli tam. Hech qanday aralashmasi yo'q, ham puraqlik chiqadi. Har qanday qiymaliq taomlarga o'rtaq ishlatishga mos keldi. Bunda qiyma tayyorlagan vaqtingizda ta'mi o'zgacha, ham ichidagi qiymasidan xam qilishdan ansirmasangiz bo'ldi. Xamirimizni tinib tayyor bo'pti, endi o'xshash o'lchamda kesib tayyorlab olamiz. Buni endi banshir jiltisining qililiqida yumaloq qilib yeyib olamiz. Ko'rib mishaykapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Hozir 60 xil darsimizni faoliyat qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darskimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Mushu go'shtdan qilgan vaqtimiz go'shnonning cho'risini chiroyli chiqara oladigan xonim qizlarimiz bir raqamni, chiroyli chiqaramaydim degan xonim qizlarimiz 2 raqamini besib qo'yinglar. Barmoqni o'lcham qilib tugib olsanglarmi, bek chiroyli chiqadi. Barmoqlarni sal qiypash qilib yendillam yemirib olsanglar bek osona tugish. Go'shnon pishagan vaqtimizda tiytus kelgan tovuq qozonni pishasanglar, menga o'xshash tekshi qizdirdi. Diqqat qilgan ishlar o'tini bek kuchli qilib atmaymiz, bekmi bo'sh qilib atmaymiz, normal o'tda o'rib-cho'rib pishirib olsaqli bo'ldi. Manda o'xshagan go'shnonni uydagilaringizga etib beradigan bo'lsangiz, maqtab turib yeb ketadi jimo. O'rganib oldingizmi? Qiynamsiz mitib sinab yiqing.